Tasavvur qiling, siz bir chelakda suv tashyapsiz. Chelak to'la, og'ir, lekin siz manzilga yetib borguningizcha chelakning tagidagi mitti teshiklar tufayli suvning yarmi oqib ketganini ko'rasiz. Siz ko'proq suv tashish uchun qattiqroq harakat qilasiz. Tezroq yugurasiz, lekin teshiklarni yamamas ekansiz, chelak hech qachon to'lmaydi. Sizning daromadingiz bu o'sha suv. Sizning moliyaviy odatlaringiz esa o'sha teshik chelakdir. Ko'pchilikning eng katta xatosi shundaki, ular boy bo'lish uchun ko'proq topish kerak deb o'ylashadi. Ular 2 million topsa 5 millionni orzu qilishadi. 10 million topganda esa 20 million yetmayotganini shikoyat qilishadi. Bu mantiqsiz aylanma yo'l. Chunki boylik siz qancha topishingiz bilan emas, sizda qancha pul qolishi va o'sha qolgan pul siz uchun qanday ishlashi bilan o'lchanadi. Bugun biz latte omilini ko'rib chiqamiz. Bu kofe haqida emas. Bu sizning har kuni o'zingiz sezmagan holda boyligingizni qanday qilib oqizib yuborayotganligingiz haqida. Birinchi bob. Keling, realistik bo'lamiz. Siz latte ichishni yaxshi ko'rasiz yoki har kuni energetik ichimlik olasiz. Balki har kuni shunchaki keraksiz shirinlik yoki fast foodga pul sarflaysiz. Bularning hammasi mayda xarajatlar turkumiga kiradi. Siz o'ylaysiz, atiga 20 ming, 30 ming so'm-ku. Bu mening hayotimni o'zgartirmaydi. Mana shu fikr sizning moliyaviy erkinligingizning qotilidir. David Bach shunday deydi: boylik bu katta daromadlar natijasi emas, u mitti odatlarning jamlanmasidir. Latte omili bu sizning kundalik hayotingizdagi ko'rinmas o'g'rilar. Ular sizning hamyoningizga hujum qilmaydi, ular sizning kelajagingizni sekingina shimirib oladi. Agar siz har kuni o'rtacha $2, taxminan 20 ming, 30 ming so'mni shunchaki hissiyot uchun sarflasangiz, bu bir yilda $730 degani. Bu hali ham katta puldek tuyulmasligi mumkin. Lekin keling, biz murakkab foiz kuchini ishga solamiz. Agar siz o'sha $2 yillik o'rtacha 12% daromad keltiradigan investitsiya vositasiga yoki biznesga yo'naltirsangiz, nima bo'lishini bilasizmi? 10 yildan keyin sizda $13 ming bo'ladi. 20 yildan keyin bu summa $60 ming ga yetadi. 30 yildan keyin esa 210 ming, 40 yildan keyin, diqqat qiling, sizda $700 ming dan ortiq mablag' bo'ladi. Ha, bu 40 yil uzoq vaqt. Lekin biz atiga kofening pulini to'pladik. Atiga bir finjon kofening puli sizni dollarli millionerga aylantirishi mumkin edi, lekin siz u kofeni ichib yubordingiz. Siz nafaqat kofeni, balki o'sha $700 ming ni ham ichib yubordingiz. Albert Einstein bejiz aytmagan: murakkab foizni tushungan odam uni ishlab topadi, tushunmagan odam esa uni to'laydi. Hozirgi kunda siz uni to'layotganlar safidasiz. Agar siz pul topayotgan bo'lsangiz-u, lekin baraka topmayotgan bo'lsangiz, sizga quyidagi 3 ta qat'iy protokol kerak. Birinchi bo'lib o'zingizga to'lang. Bu moliya olamidagi eng muqaddas qoidadir. Odamlarning 99% teskari ish qiladi. Oylik tushadi, birinchi ijara to'lanadi, keyin supermarket, keyin kiyim-kechak, keyin esa kofe. Oxirida nima qolsa, o'zim uchun olib qo'yaman deyiladi. Lekin haqiqat shundaki, hech qachon hech narsa qolmaydi. Siz davlatga soliq to'laysiz, do'kon egasiga foyda berasiz, lekin nega o'z kelajagingizga hech narsa bermayapsiz? O'zingga to'lash bu daromad kelgan soniyada hali bitta ham xarajat qilmasdan turib, uning kamida 10% ni investitsiya hisobiga o'tkazishdir. Bu sizning erkinlik solig'ingiz. Agar siz 10 million topsangiz, sizning oyligingiz 10 million emas, balki 9 million deb tasavvur qiling. 1 million esa bu sizning kelajakdagi boyligingizning urug'idir. Ikkinchi qoida: budjetga ishonma, tizimga ishon. Inson irodasi dunyodagi eng ishonchsiz narsadir. Siz bugun endi tejayman deysiz, lekin ertaga do'kondagi 50% chegirma degan yozuvni ko'rib, barcha va'dalaringizni unutasiz. Miya shunday tuzilgan. U bugungi rohatni ertangi boylikdan ustun qo'yadi. Yechimi: irodangizni jarayondan chiqarib tashlang, avtomatlashtiring. Hozirgi bank ilovalarida avtomatik jamg'arma funksiyasi bor. Maoshingiz tushgan zahoti kompyuter algoritmining o'zi 10-15% pulni boshqa hisobga o'tkazsin. Siz u pulni ko'rmang. Uni sarflash imkoni bo'lmasin. Faqatgina avtomatik tizim sizni boy qila oladi. Chunki tizim charchamaydi va hissiyotga berilmaydi. Uchinchisi, hoziroq boy yasha. Ko'p odamlar moliyaviy savodxonlikni hamma narsadan voz kechish deb tushunishadi. Bu noto'g'ri. Agar siz kofeni chin dildan yaxshi ko'rsangiz va u sizga energiya bersa, uni iching.
lekin o'zingizga savol bering. Men yana nimalarga pul sarflayapman? Ko'pincha biz o'zimizga yoqmaydigan, lekin shunchaki odat bo'lib qolgan narsalarga pul sochishimiz mumkin. Masalan, keraksiz internet paketlar, deyarli ishlatilmaydigan ilovalar, faqat boshqalarga ko'rsatish uchun olingan qimmatbaho buyumlar. Boy yashash bu o'z qadriyatlaringizni anglashdir. Agar sizga sayohat yoqsa, kofeni tejab sayohatga yig'ing. Agar sizga kitob yoqsa, kiyimni tejab kitob oling. Boylik bu tanlov erkinligidir. Keling uzoqdagi New Yorkni qo'yib, o'zimizning hayotimizga qaraylik. Bizda kofe emas, balki boshqa moliyaviy teshiklar bor. Gap va ortiqcha mehmondorchilik. Bizda mehmon kutish qadriyat, lekin qarzga botib dabdabali dasturxon tuzish bu moliyaviy o'z joniga qasd qilishdir. Energetik ichimliklar va sigaret kuniga 15-20 ming so'm, bu yiliga 5-7 million so'm degani. Bu pulni 10 yil davomida investitsiya qilsangiz, bitta yangi avtomobilni puli yiqiladi. Siz esa uni chekyapsiz yoki ichyapsiz. Yangi iPhone chiqishi bilan eski telefonni sotib, ustiga $500 qarz qo'shib yangisini oladiganlar. Bu eng katta latte omili qurbonlaridir. Telefoningiz vazifasi aloqa va ish. U sizning statusingiz emas, aksincha moliyaviy savodxonligingizni ko'rsatadi. Bizda yangilik bor. Endi nazariyani amaliyotga aylantirish vaqti keldi. Telegramda sahifalab hub boti orqali siz bunga erishasiz. U yerda tartibli kutubxona, barcha kitob tahlillari va videolar bir joyda. Intellektual quizlar, online rating. Butun O'zbekiston bo'ylab boshqa kitobxonlar bilan bellashing va birinchi bo'ling. Sahifalab AI. Kitoblar asosida olgan savolingizga javob beruvchi shaxsiy yordamchi. Zombilar shunchaki eshitadi, liderlar esa tizim bilan ishlaydi. Hoziroq botga kiring, o'z sahifangizni yarating va reyting cho'qqisi sari yo'lga chiqing. Umuman olganda, kitob agar amal qilmasangiz, zararingizga ham ishlashi mumkin. Buni qanday qilib amaliyotda qo'llash mumkin? Siz hozir men pul topyapman, lekin yig'a olmayapman deyotgan bo'lsangiz, mana sizga 7 kunlik moliyaviy detox rejimi. Birinchi kun oxirgi 1 oylik xarajatlaringizni tahlil qiling. Latte omilini toping. Sizga haqiqiy quvonch bermaydigan, shunchaki odat bo'lib qolgan bitta xarajatni belgilang. Ikkinchi kun bank ilovasida alohida investitsiya yoki erkinlik hisobini oching. Uchinchi kun avtomatlashtirishni yoqing. Maoshingizning bor yo'g'i 5% dan boshlang. Bu juda kam. Siz uni sezmaysiz ham. To'rtinchi kun o'zingizga boylik konstitutsiyasini yozing. Masalan, men hech qachon qarzga, kreditka, mashina va maishiy texnika olmayman. 5-kun murakkab foiz kalkulyatorini toping va o'z maoshingiz bilan hisoblab ko'ring. Bu sizga motivatsiya beradi. 6-kun aktiv va passiv farqini o'rganing. Robert Kiyosaki aytganidek, aktiv pulni cho'ntagingizga soladi, passiv esa pulni cho'ntagingizdan oladi. Sizning mashinangiz bu passiv, sizning bilimingiz va aksiyalaringiz bu aktiv. 7-kun birinchi marta o'zingizga to'lang. Birinchi 100 ming so'mni bo'lsa ham investitsiya hisobiga o'tkazing. Bu g'alabaning boshlanishi. Dunyoda 2 turdagi odamlar bor. Pullar uchun ishlaydiganlar va pullarni o'zi uchun ishlatadiganlar. Raqamli zombilar birinchi toifaga kiradi. Ular tinimsiz yugurishadi, lekin hamyonlari doimo bo'sh. Siz lider bo'lishni tanlang. Latte omili bu sizni boylikdan to'sib turadigan mitti devordir. Uni buzing. Kichik xarajatlardan voz keching. Bu o'zingizni nimalardandir mahrum qilish emas, bu o'z erkinligingizni sotib olishdir. Unutmang, boylik bu siz ko'rgan narsalar emas, mashina, uylar. Boylik bu siz ko'rmagan narsalar, bankdagi hisobingiz, aktivlaringiz va eng asosiysi sizning xotirjamligingiz. Bugun siz o'z sahifangizni yangidan yozishingiz mumkin. Latteingizni toping va uni kelajagingizga almashtiring. Sahifalab, biz sahifalarni emas, hayotimizni varaqlaymiz.